Hamma yoqtiradigan BMW kompaniyasi PUBG Mobile bilan hamkorlik qiladi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, PUBG Mobile'ga tez orada BMW skillari qo'shiladi. Ayni paytda hamkorlik PUBG Mobile Xitoy versiyasida bo'lib o'tmoqda va hamkorlikda o'yinga BMW M4, i8 va X6 modellarini qo'shishar ekan. Ko'rinishi prosta bomba, mana o'zlaring ko'rishlari mumkin. O'zimiz global versiyamizga esa BMW skillari 1 yil mobaynida qo'shilishi mumkin. Qachon qo'shilishi hozircha noma'lum, lekin 100% qo'shiladi, chunki o'yin tarixida bo'lgan barcha hamkorliklar hammasi PUBG Mobile Xitoy versiyasida allaqachon bo'lgan. McLaren, Koenigsegg, Tesla hammasi birinchi Xitoy PUBG'da bo'lgan va keyin globalga qo'shilgan. Tak что kutamiz, PUBG Mobile'ga tez orada BMW skillari qo'shiladi. Yangilik sizga yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va merchni do'stingizga albatta jo'natib qo'ying. يا مرحبا يا مرحبا